Alloh taolo aytadiki, taqvodor odam shundayki, u meni ko'rmay ishonadi. Ishonasizmi? Mana shu joyda hamma Allohni ko'rmay ishonganlar o'tiribdi. Shundaymi? G'aybga iymon keltirganlar. Sizlar sanab turinglar. Shu men 3 ta sifat aytaman. Uchala sifat sizda bormi, yo'qmi? Sizlar Allohga shunchalik ishongan odamsizlarki, pulga buni sotmaysizlar. Shundaymi? Jonga sotmaysizlar. 1000 jon fido. Ular namoz o'qiydilar. Bor. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Men ularga deb bergan rizqdan boshqalarga berishadi. Bormi? Alloh subhanahu va taolo mana shu odamni taqvodor odam degan ekan.